Necha marta borishim kerak ya? Har doim borganimda bermaysizlar. Yo'q deysizlar, sizga chiqmadi deysizlar. Bu nima qilganinglar? Menga qarang. Meni eshityapsizmi? Necha oydan beri iltimos qilib chiqaman, yalinib chiqaman, urushib ham chiqaman. Haligacha pulimni berganinglar yo'q. Bu nimasi endi? Ya? Bermaysizlarmi vaqtida? Ha, Mashkuraxon. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Tinchlikmi? Tinchlik emasdi, opa. Hokimiyatdan kelyapman. Necha oydan beri yordam puli so'rab chiqaman. Hali mahallaga chiqaman, mana hokimiyatga boryapman. Birorta oyda hali bergani yo'q. Ana deguncha kun va oy o'tib ketyapti. Tavba. Yordam puli so'radingizmi? Ha? Nima? Siz qiynalib qoldingizmi? Ha, opa, qiynalib qoldim. Bo'ldimi? So'radim. Tavba. Nima odam o'z tumanidan, hokimiyatidan yordam olsa bo'lmaydimi? Ha? Endi so'radim-da. Endi unda ahvolingizdan yordam so'raydiganga o'xshamaysizda. Akramjoningizni o'g'lingizni ham topish tutishi yomon emas. Voy opa-ey. Hammasini hisoblab yuribsizmi deyman-a? Odamlarga nima ekan, birovning cho'nchagini kovlab yoki hisoblab. Voy tavba. Boshqa qiladigan ishingiz yo'qmi? Meni uyimdagi ahvoli qayerdan bilasiz, a? Bir dunyo kreditlarim bo'lsa, kim to'laydi ularni? Pul kerak-da. Bo'ldi, jahli chiqmasin. Gapirmadim, Mashkuraxon. Endi o'zingiz bilasiz. Ha, uzr. Mayli. Rahmat sizga. Juda katta yo'l yo'riq ko'rsatdingiz, juda katta yordam berdingiz. Rahmat. Ay, tavba. Shunaqasi ham bo'lar ekan. Voy tavba. Akrom, qalaysan? Qalaysan? Yaxshimisan? Ha, ertalabdan kelyapsan, nimadandir quruq qolganda. Ay, yo'q, nimaga unaqa deysan? Kelgan bo'lsam yarim soat oldin keldim. Endi voqliroq kelsam baraka bo'ladi-da. Qalaysan o'zing? Boshlig'ini oldidan chiqdingmi? Ha. Yordamchi qoldim o'ziga. Yo'q, bunaqa gaplarni qayerdan olasan, o'rtoq? Yangi topshiriq berdilar. Shularni qilishim kerak endi, bajarish kerak. Ishlar juda ham ko'p. Bizga ham nasib qilib qolar endi shunaqa yaxshi ishlar. Yo'q, qiziqmisan. Nimaga bunaqa deysan? Ishlaring shundoq ham yaxshi-ku. Qasdingmi? Mayli, o'rtoq bo'lmasa men bora qolay, xo'p? Ishlarim ko'p edi. Ko'ryapsan-ku? Bo'ldi. Ko'rishamiz, charchamagin. Xo'p. Oyijon, bugun nimalar qildingiz? Kuningiz qalay o'tdi? Bugun nima ham qilardim? Hokimiyatga, mahalla komitetiga bordim, bolam. Shu bilan kunim o'tdi. Nimaga bordingiz? Tinchlikmi o'zi? Nimaga bo'lardi, bolam? Uyimizga yordam puli olay dedim-da. Ha? Yana qanaqa yordam puli tag'in? Men bir joyda ishlamasam, sen topganing yetmasa, ukang hali kichkina bo'lsa, yordam puli-da uyimizga, oilaga. Axir harakat qilishim kerak-ku, bolam. Oyijon, qo'ysangiz-chi shunaqa ishlarni. Sizga nima yetmayapti o'zi, ha? Nimadir kerak bo'lsa, ayting, hozirroq bozorga tushib olib kelaman hamma narsa. Voy bolam, bu ro'zg'ori g'ori to'lganini hech ko'rganmisan? Ha? G'or hech qachon to'lmaydi, bilib qo'y. Sen o'z ishlaringni qilaver, bolam. Meni ishlarimga aralashma. Xo'pmi? Oyijon, to'g'ri, qiynalganimiz rost. Ayniqsa dadam tashlab ketganlardan keyin. To'g'ri, mahalla-ku ham ozgina yordam qilgan. Buni inkor qilmayman. Lekin hozir Xudoga shukr, hamma narsamiz bor, yetarli, yaxshi yashayapmiz-ku. Nimadir kerak bo'lsa o'zimga ayting, nima qilasiz yordam so'rab. Ha, bolam. Hali ham soddasan-da. O'sha davlat moddiy yordamni men olmasam kimgadir beradi. Men boquvchisi yo'qlar qatoriga kiraman. Qo'yaversanchi, bolam. Pul ortiqchalik qilmaydi. Oyijon, iltimos sizdan boshqa yordam so'ramang, xo'p? Chunki meni mahallada yurish-turishim bor. Uyalaman axir ertaga yurganda. Aytyapman-ku, men borman.
Ayting bo'ldi, iltimos faqat. Xo'p, mayli, o'ylab ko'raman. Ovqatingni ye. Ol. Bu juvoni marklarni shuni aytaman-da. Indamasam berishmoqchi emas. Meni laqma deb o'ylashyapti bular. Nima emish? O'tgan gal olgansiz-kumish. Tavba. Agar bermasalaring, ustingga yozaman degandim. Mahalla raisini rangi quti o'chib ketdi. To'g'ri qilasiz opa. Bular siz bilan mendaqa haqqini ajratib ololmaganlarnikini o'zlari yeb o'tiradi-da. Og'zidagi oshini oldirib qo'yadigan ahmoq emasmiz-ku. Biz ham. Men ertaga hokimiyatga boraman. Kechagi masala bo'yicha. Bor. Hech ham qaytma. Bir etak bolani katta qilish hazilakam ishmi? Ertaga katta bo'lsa shularni kuniga yaraydi-ku bolalar. Shuni ayting opa. Hademay o'g'illarimiz katta bo'lib xizmatga borishadi. Bizga rahmat deysin, shunday bolalarni tug'ib o'stirib berayotganimizga. Mayli Malika. Men hali yana 2-3 ta joyga ariza yozishim kerak. Sen ham ishlaringni qilgin, yaxshi dam olgin. Xo'p. Xo'p. Oyi, hammaga xat yozib yomon ko'rinib yurgandan ko'ra o'zimiz pul topsak bo'lmaydimi? Mana akam ham ishlayapti. Hademay men ham ish topaman. Ey, voy sen aqlli. Qayerdan pul topasan? Ha? Senga osonmi pul topish hozir? Yomon ko'rinsak ham o'zimizni haqqimizni so'rab yomon ko'rinyapmiz. Undan ko'ra sen ham, menga ham, akangga ham yordamlash. Mahallaga borib, singling bilan oilamiz qiynalayotganini aytib kelgin. Qishki kiyim-kechagimiz yo'q degan. Ha, bitta men yugurib yurmayman-ku, bolam. Oyi, nimalar deyapsiz? O'rtoqlarim ko'rsa uyalaman-ku. Keyin tilamchi deysizmi bizni? Nega uyalasan, bolam? Ha? Hozir zamon shunaqa. Bezni ishi 5, o'g'lim. Keyin odam o'z haqqini so'rashi tilanchilik emas. Odam olishni ham, undirishni ham bilish kerak, bolam. Tushundingmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nafosat yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. To'g'risi, kelmaysiz deb qo'rqib turuvdim. Nega kelmayman? Faqat bir ro'ga, bugun uyga mehmonlar kelish kerak edi. Zo'r ruxsat so'rab chiqqanman. Yo'q, qarang, siz bilan biron joyga borib ozgina gaplashib o'tirsak bo'ladimi? Voy, yo'q. Lekin borgan bo'lardim. Aytayapman-ku, uyga kirishim kerak. Kursdoshim bo'lganingiz uchun chiqdim. Shoshiling. Shunga to'g'ri tushunasiz. Shunaqa deng. Unda mana bu sovg'alarni olib qo'ying. Nega? Axir bugun tavallud kuningiz. Voy, Tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan. voy, rahmat. Buncha chiroyli. Rosa xursand qildingiz. Esingizdan chiqmabdi-da. Talabalik vaqtimizda ham birinchi bo'lib doim siz tabriklardingiz. Rahmat. Arzimaydi. Qanaqa esimdan chiqsin? Axir bitirganimizga ham 2 yildan oshib qoldi. Endi balki fursat bo'lgandir. Nimani? Talabalik paytimiz ham shu haqida gap ochsam, hali o'qishimiz bordir deysiz. Mana endi katta bo'ldik, ishlayapmiz. Kelajagimiz haqida gaplashib olsak degandim. Nima deysiz shunga? Nima indamaysiz? Bilmasam. Uyda ham har kuni shu mavzu. Bilasiz, meni ixtiyorim ota-onamning qo'lida. Sizga biron nima deb va'da bera olmayman. Unda men uyimdagilarni jo'natay sovchilikka, kattalar o'zlari bir gaplashib olishsin. Bilmasam. Rozimisiz? Shunda? Men uyga boray. Hademay mehmonlar keladi. Pishir kuydir deganlardek ishim ko'p. Yana nasib bo'lsa ko'rishamiz, xo'p? Sovg'alar uchun esa alohida rahmat. Xo'p, mayli. Arzimaydi. Bo'pti. Ko'rishguncha. Yaxshi, xo'p. 好。 Xo'p. 好。 Assalomu alaykum. 好。 Assalomu alaykum. 好。 Voy,
Assalomu alaykum Odil aka. Assalomu alaykum. Yaxshiyam o'zingiz bor ekansiz. Keling senim. Keldim. Tinchlikmi? Tinchlik bilan kelarmidik Odil aka? Ha, sizni oldingizga faqat shu muammo bilan kelamiz aka. Shularni hal qilish uchun kelamiz. Boshqa nimaga ham kelardik? Hop. Ha, mayli, qo'limizdan kelsa gap yo'q. Shu bu oy kutdim, yordam puli tushmadi-ya. Ha. Bilasizmi, bu gal sizga yozilmadi. Senim. Nega yozilmas ekan? Ha, hamma hujjatlarim joyida bo'lsa, boshimda erim bo'lmasa, qaramog'imda voyaga yetmagan. To'xtang, senim, to'xtang. Hovliqmang. Siz mana bu ro'yxatni ko'ring, mana. Ismi shariflariga qarang. Ko'plarini tanisangiz ham kerak. Mana masalan, mahallamizdagi Shodiyaxon. 4 ta bolasi bilan yolg'iz qolgan. Eri avtohalokatda vafot etgandan keyin bechora yolg'iz qoldi. Sho'rlik, bolalari yosh. Sizni o'g'lingiz mana katta yoningizga kirdi. Baraka topkir, juda yaxshi yigit. Meni bunaqa gaplar bilan avrayman demang. Men o'zim bilaman. Meni boshqalar bilan ishim yo'q. Shu safar yo bering yoki Nima yoki? Sudga berasizmi? sudga? Yo'q. Men xalqqa sharmanda qilaman. Sizni ko'zbo'yamachilikda, mana bu yoningizdagilar hammasini poraxo'rlikda ayblab, butun hamma yoqqa sizni shantaj qilaman. Qarabsizki, el yurt oldida yiqqan shuncha obro'yingiz bir pul bo'ladi. Siz tushunmaydigan ayol ekansiz-ku. Ha? Menga qarang. Meni bunaqa po'pisalar bilan qo'rqitormaysiz. Nimaga bilasizmi? Xudoni ham oldida, bandasini ham oldida yuzim yoriq, vijdonim toza. Bilganingizni qiling. Qilaman bilganimni. Shoshmay turing, hali ko'ramiz. Ya bilganingizni qiling. Ko'rasiz, bilganimni qilaman. O'rtoq uzr, ming bor uzr, shoshib turdim sal. Ha, hujjatlarni olib qayoqqa? Xo'jayin yangi topshiriq bergandilar. O'shalarni bajarib keling, xo'p. Yarim soatlarda qaytaman uzoq. To'xtab tur, gap bor. O'rtoq ko'rib turibsan-ku, bilasan-ku. Gap tegib qolishi mumkin. Keyin ko'rishamiz, xo'p, tez qayt. Mayli, nafosat haqida gapirmoqchi edim lekin. Sen nafosatni qayerdan bilasan? Ha, o'sha kun ikkalovingizni ko'rib qoldim ko'chada. Shu aytib qo'ymoqchi edim, yaxshi qiz, oshig'i ko'p lekin. Ehtiyot bo'l. Bo'ldi shu. To'xta, shoshma. Gapingni oxirigacha. Voy, shunchaki ko'rdim, bor ishingni qilavergan, o'y qilmagan menga. Bor, bo'ldi, bor. Keling xola, piyozlarni arzon qilib beraman, keling. Piyozlaringiz Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qarang, buyog'i 3000 xola. Bular 2,5 ming. Voy, Shunaqa 3 ming deysanmi? Ha, Voy tavba, shu to'kin sochim paytda og'zingni to'ldirib 3 ming deyishga uyalmaysanmi? bozorda aynalib ko'ring mana. Olmadim shu piyozingni. Ham tavba og'zini qildim, to'ldirib ey. qimmat aytadi, tavba Odamlarga qildim. ham hayronsan. Anvarjon, Assalomu alaykum. va alaykum assalom. Sizmisiz? Ha, men o'zim. Sizmisiz? Yaxshi, rahmat. Ishlaringiz yaxshimi? Ha, yaxshi. O'zingiz tinchmisiz? Rahmat, yaxshi, shukr. Oldin tez Akrom bilan kelib turardingiz, kelmay qo'ydingiz uyga ham. Endi bizning ishlarimiz ham sal ko'payib ketib qoldi. O'zingiz nima qilib yuribsiz bu yerlarda? Men-ku ish bilan yuribman, o'g'lim. Bitta Akromga qarab o'tirsam bo'lmaydi. Hademay to'y qilish niyatimiz bor. Xolajon, qiynalsangiz, aytsangiz bo'ladi-ku menga, Akrom begona bo'lmasa. Birorta narsa o'ylab topamiz. Shu gapingizga ham rahmat bolam. O'zi uncha-muncha ishlarni qilib yuribman. Kunlik ishlarni. Lekin do'stingiz bilmaydi. Endi katta yigit bo'lib qoldi, uyaladi-da. Ammo nima qilay? Qimirlamasam bo'lmaydi. Agar dadamiz tirik bo'lganlarida men bunaqa qilib yurmagan bo'lardim. Xohlasangiz, bitta taklif bor. Hozir hamma shunaqa yo'l bilan pul topyapti.
yo'q nima ekan u bola? Shu internetda chiqish. Nima deb chiqaman internetda? Shunchaki hozir kam ta'minlanganlar internetda chiqishadi, yordam so'rashadi. Endi xalqimiz rahmdilroq-ku. Birpasda yordam berishadi. Bunaqa kunlik ish ham qilib yurmasdingiz. Rostdanmi? Qanaqa bo'larkin-a? Endi tanish bilishlar bor odam uyaladi-da. Agar uyalsangiz yuzingizni ko'rsatishmaydi. Qarabsizki, bir deganda yaxshi pul topa olasiz. U xayriya deydimi, zamonaviy pul topish yo'lida endi bu. Voy, rostdan ham shunaqa qilsam bo'larkan-a? Baraka toping. Yaxshi ham aytdingiz. Faqat yana o'zingiz bilasiz. Keyin Akrom bilib o'tirish shart emas, bilasiz, o'g'il bolasi hali jahli chiqishi mumkin. O'libmanmi? Akromga aytib. Siz meni o'ylab gapiryapsiz bu narsalarni. Mayli bolam. Xo'p. Salomat bo'ling Yaxshi o'zingiz. bo'ling, xolos. Rahmat. Ha, bolam, tinchlikmi? Tinchlik oyijon, tinchlik. Mana bu pullarni olib qo'ying. O'g'lingiz maosh oldi. Yarmi naqdda, yarmi esa plastikda. Bolam, bu deyman, choy ko'proqmi deyman-a bu safar. Ha, oyijonim, og'ir yengilni juda ham yaxshi sezasiz. Maoshim oshdi. Boshliq menga e'tibor qaratib o'tib ketuvdilar. Xudo xohlasa lavozimim ham ko'tarilsa kerak. Voy, bolajonim. Hammasi sizni duoyingiz bilan oyijon. Barakasini bersin bolam. Topganing oltin bo'lsin, olganing duo bo'lsin bolam. Oyijon, undan keyin sizga yana bir gap aytmoqchi edim. Tinchlikmi ish qilib? Shu Nafosatnikiga sovchilikka borib kelsangiz degandim. Boraman bolam. Seni sovchilikka borishimga ruxsat berishingni kutib o'tirgandik. Ertaga boraman bolam. Hozir bir xolayim bilan telefonda gaplashaychi, ha? Oyijon, hozir sal shoshmay turing, iltimos. Men Nafosatni o'zi bilan aniqroq qilib gaplashib olay, sizga keyin bir javobni aytaman, maylimi? Bu gaping ham to'g'ri bolam. Qizim uydagilarni xabardor qilib qo'ysa, yaxshi bo'lardi. Bolajonim, seni baxtingni ko'rsam armonim yo'q edi. Chunki sen boshqachasan bolam. Sen xuddi aql zakovating dadangga o'xshaydi bolam. Rahmatli tirik bo'lganda bormi? Hozir to'yingga bosh bo'lib o'zlari yelib yugurib yurgan bo'lardi. Oyijon, O'g'lim, men-chi? Men kimga o'xshayman? voy jonim bolam. Aynaning sendan. Bolajonim, sen xuddi o'zimsan bolam. Kel bu yoqqa. Aynaning sendan. Qanotlarim meni, qanotlarim. Ha, opa, chaqirgan ekansiz? Ha, gaplashadigan gaplar bor edi. Eshitaman. Men sizga befarq emasman, qo'shnijon. Qilib yurgan ishlaringizdan ancha xafa bo'ldim. Tavba, men nima qildim, a? Nima qildim? So'ragan bo'lsam, bolalarim uchun, o'zim uchun so'radim. Birovga og'irligimni tushirganim yo'q, birovdan bir so'm so'raganim yo'q. Yo shu paytgacha sizdan biror narsa so'rab chiqdimmi, opa? Mashkura, jon senim. Yordam so'raganingiz mayli. Yolg'on gapirib nima qilasiz, ha? Tavba qildim. Uyim, joyim yo'q deb qandoq qilib yuzingizni sidirib odamlarni aldadingiz. Bor-ku uy joyingiz. Odamda ozgina bo'lsa ham vijdon bo'lish kerak ekanda. Sizga berdim o'sha vijdonni, opa. Men bolalarimni kelajagini o'ylab qildim bu ishni, tushundingizmi? Ertaga menga o'xshab qiynalib yurmasin deb. Baribir juda xunuk ish qilgansiz. Mahallani, qo'ni-qo'shnilarni yuzini yerga qaratdingiz. Ayniqsa bechora raisimiz haqida bu mag'rur gaplarni gapiribsiz, tavba qildim. Boya qiz raisimiz juda ham insofli, diyonatli, oq ko'ngilli odam. Quvona kuni ro'para kelib qoldi. Nima qilishimni bilmayman. Xuddi bu ishni men qilgandek so'rasha olmadim ham. O'tib ketdim oldidan. Uyaldim, tushunasizmi? Ha? Qo'shnichilik yomon ekan. Men bekordan bekorga gapirayotganim yo'q buni, Mashkuraxon. Sizni o'zimga yaqin olib yaxshi ko'rganimdan aytayapman. Ha, undan ko'ra
yoshsiz, biror joyga ishga kiring, hamma masalalaringiz hal bo'ladi. Peshona terisiga topilgan pul shunaqa ham shirin bo'ladiki, bu sharmandali ishlaringizni qo'ying. Juda odam uyatga qoldirdingiz. Bunaqa qilmang, iltimos, mashkura, jon singlim. Boshqa bunaqa ishlar qilmang. Tavba qildim, tavba qildim. Ha, men bilan qo'shni bo'lishga uyalarkansiz. Ana, boshqa joyga ko'chib keting. Ko'rmaysiz meni. O'zi hozir aql o'rgatadiganlar juda ham ko'payib ketdi-da. Kimdan aql olsamkin deb yuribman o'zi. Bilsangiz, mana shu internet orqali ancha-muncha pul ishlayapman. Qo'ying. Mashaqqatsiz rohatni bo'lganidan bo'lmagani yaxshi. Menga qarang, o'g'lingiz Akromjonni bunaqa ishlaringizdan xabari bormi? Menimcha bilmaydi-yu, bilsiz yo'l qo'ymasdi. O'g'lim bilmaydi. Uni bunaqa narsalarga vaqti yo'q. Hadimi to'y qilaman. Endi bir boshimga shuncha narsani yig'ish o'zi bo'ladimi? Hozir mana xolodilnikni korobkasiga rosa hamma narsani yig'ib to'ldiryapman. To'yga yetkazgan Alloh rizqini ham beradi. O'g'lingiz katta, esli xushli yigit bo'ldi. Bu ishlarni bilsa or qiladi. Hali sizdan xafa bo'ladi ham. Ha, opaya. Sizlar meni xarajatlarimni qayerdan ham bilardinglar, ha? O'z zilachi o'tirib olib aql o'rgatasizlar-da. O'rgildim. Tavba qildim. Hammada xarajat bor. O xarajatni bunaqa ish qilmaydi-ku odam. Tavba. Voy, bilmagan ekanman bu ayollar bunaqaligini. Astag'firulloh. Kundan kunga ochilyapti-ya. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nafosat, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Yaxshi. Siz bu yerlarda nima qilyapsiz? Shu ishdan chiqishingizni kutib turgandim. Qo'ng'iroq qilay desam noqulay bo'ladi deb o'yladim. Yaxshi ham ketib qolmabsiz. Ha, endi chiqdim ishdan. Ha, yaxshi. Nafosat, Labbi? shu yakshanba Xudo xohlasa oyimlar uylarga borishmoqchi. Shu haftami? Buncha tez. Cho'zib yurgandan nima foyda? Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi-yu. Nima indamaysiz? Maylimi? Oyim aytdilarki, agar qiz tomon rozi bo'lishsa, Xudo xohlasa shu kuz oxirlarida to'y qilamiz dedilar. Qizning uyi karvonsaroy deyishadi. Mayli, kelaverishsin. Endi uydagilar nima deyishsa shu bo'ladi-da. Bo'ldi, xo'p. Unda kelishdik. Nafosat, Xudo xohlasa men sizni baxtli qilaman. Men boray, Akrom aka. Yuring, bo'lmasa o'zim sizni kuzatib qo'yaman. Bahonada ozgina gaplashib ham ketardik. Maylimi? Farqi yo'q. Mayli. Ketdik. O'zi charchab qolmayapsizmi? Charchayapman. Lekin rohati bor, ishlagan baribir yaxshi-da. Hech kim xafa qilmayaptimi sizni? Yo'q, nega xafa qiladi? O'rtoq, qalaysan? Yaxshimisan? Oshini olgan? Ko'p. Ha, boshdan oldiga kirish bizga emas hali. Nima gap, tinchlikmi? Hozir bitta gap aytishga xijolat bo'lib turdim senga. Nimaga xijolat bo'lasan? Gaping bo'lsa gapiravur. O'rtoq, men dadang yo'linglarni bilardim. Lekin bunchalik qiynalib qolganinglardan xabarim yo'q edi. Tushunmadim. Nima demoqchi bo'lyapsan? Tushuntiribroq gapir, ochiqroq gapir. Dangal ayt. Dangalmi? Ha. Oyni ko'rdingmi videolarini? Nima qilib yuribdilar? Qanaqa videolarni? Ko'r. Assalomu alaykum. Xalqimizga murojaat bilan chiqayotgandim. Ikkita bolam bor. Boshimda boquvchim yo'q. Tushunmadim. Xo'jayinim olamdan o'tganlar.
sharoitim og'ir. Iltimos mehribonlarim, mendan qaytmasa Allohimdan qaytsin. Yordam beringlar, iltimos. Qayerdan olding bu videoni? Ha? Naqaddan olaman bu videoni? Shu internet. Gapirdim, qayerdan olding bu videoni? Ha? Internetda. Men oying telefonini o'g'irlab o'zimga tashlab olmagandirman videoni. Portlab yotibdi hamma joy. Boquvchim yo'q. 3 ta bolani o'zim boqyapman, har xil ishlar qilyapman, kunli ishga chiqaman deydilar. Voy, oyim har xil ishlar qilmaydilar, tushundingmi? O'zingni bos olgan, o'ylab gapir gapingni. Agar bilmasang gapirma umuman, tushundingmi? Tushuntira oldimmi? Sen jinnimisan? Sen o'g'il bo'lib bir yordam ber oyingga. Qara. Men shu kelib nima yordamim kerak sizlarga? Qo'limdan kelgancha yordam beray degan maqsadda keldim oldingga. Ha, yo'q-ey. Sen yordam bermoqchimisan hali, ha? Ustimdan kulyapsan-ku, to'g'rimi? Iching qorasani, bilmaydi deb o'ylaysanmi? Bilib turaman hammasini. Agar boshliq bo'lmaganda o'ldirib qo'ygan bo'lardim seni. Qoch yo'limdan. Assalomu alaykum. Xola, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzimisiz? Ha, rahmat. Bezovta qildim. Yo'q. Bemalol. Hozir. Bismillahirrohmanirrohim. Voy, yaxshimisiz? Eson-omonmisiz? Rahmat. Yaxshimisiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz, Xudoga tuzimisiz? shukr. Bezovta qildim, siz eshitayotgan ekansiz. Bemalol. Shu domda turasizmi siz? Ha. Bir oilani surishtirib keluvdim. Mashkura opa degan ayol shu domda turadilarmi? Mashkurami? Ha, shu yerda turadi. O'g'illari Akromjonni so'rab kelgandim. Qanaqa bola, qanaqa yigit, oilaligi qanaqa, namunali oilami? Opani o'zlari qanaqalar? Ha. Endi Akromjon yaxshi yigit. Juda yaxshi yigit. O'qimishli, insofli, diyonatli, yaxshi yigit, juda yaxshi yigit. Mashkura ham yaxshi, juda ham yaxshi ayol. Mehnatkash ayol, ha. Hozir javob ayol, ha. Yaxshi oila. Yaxshi oila aylanay. Mashpadez turishsa kerak ular. Shu yerda turadi. Ha, bo'ldi. sog' Rahmat, unda men bora qolay. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p, Sog' bo'ling. Xo'p, rahmat kattakon. Xo'p. Oyi! Qayerdasiz, oyi? Ha, bolam? Nima bo'ldi? Oyijon, nimalar qilib yuribsiz, ha? Nimalar qilib yuribsiz? Nima qilibman? Hamma yerni yoqib yuboribsiz, oyi. Odamni qo'rqitmagin, bolam, bunda tushuntirib gapirgin. Oyijon, qarang. Mana. Yaxshilab ko'ring. E'tibor bering. Nimalar qilib yuribsiz, ha? Kim buni videoga oldi, oyi? Bilaman, o'zingiz olmagansiz. Kim yordam berdi sizga? Xohlasangiz bitta taklif bor. Hozir hamma shunaqa yo'l bilan pul topyapti. Yo'q-ey. Nima ekan u bola? Shu internetda chiqish. Nima deb chiqaman internetda? Shunchaki hozir kam ta'minlanganlar internetda chiqishadi, yordam so'rashadi. Endi xalqimiz rahmdilroq-ku. Birpasda yordam berishadi. Bunaqa kunli ish ham qilib yurmasdingiz. Rostdanmi? Qanaqa bo'larkin-a? Endi tanish bilishlar bor, odam uyaladi-da. Agar uyalsangiz yuzingizni ko'rsatishmaydi. Qarabsizki, bir deganda yaxshi pul topib olasiz. Bu xayriya deydimi, zamonaviy pul topish yo'lida endi bu. Voy, rostdan ham shunaqa qilsam bo'lar ekan-a? Baraka toping. Yaxshi ham aytdingiz. Faqat yana o'zingiz bilasiz. Keyin Akrom bilib o'tirish shart emas, bilasiz, o'g'il bolasi hali jahli chiqishi mumkin. O'libmanmi? Akromga aytib. Dilshodmi? Dilshod yordam berdimi? Yo'q, ukangning xabari yo'q, bolam. O'zim shu sizlarga ozgina bo'lsa ham yordam bo'lsin, to'ydan oldin har holda ozgina pul bo'ladi deb shu ishni qilgandim-da. Internetdan hamma pul topayotganini bilib
Lekin va'da berishgandi, yuzingni yopib chiqaramiz deyishgandi. Hoyjon, namuncha sodda bo'lmasangiz, ha? Nimaga bunaqa qildingiz? Nimaga bunaqa qildingiz? Hammaga ishonibsiz-u, men bilan maslahatlashmabsiz-da. Ay, noshud onangni kechir bolam, men bilmabman to'g'risi. Bunaqa bo'lishini bilganim yo'q umuman. Hamma shundan pul topyapti deyishsa, men ham shunga uchibman-da. Onajon, soddasiz-da. Yaxshi qiz, taksi kerak emasmi? Yo'q, rahmat. Yo'q, men taksist emasman, xolis niyatda aytib. Yo'q, rahmat, kerak emas dedim. Hali ko'rishamiz yana unda. Alo. Ikrom aka, Ha, Nafosat, sizmi? sovchilaringiz kelib ketishdi. Lekin hozir xolam kelib hammaning fikrini o'zgartirib tashladilar. Nimaga, tinchlikmi? Bilasizmi? Oyingizni surishtirishibdi. Internetda ham ko'rishibdi. Bu shantajchi ayol-ku, Nafosatni bermanglar deb turib olishdi. Yo'q, qanaqa shantajchi nimalar deyapsiz? Men ham bu yolg'on dedim, lekin internetdagi chiqishlarni hamma ko'ribdi. Endi oyim bilan dadam to'nini teskari kiyib olishgan. Nima qilishni ham bilmayapman, Akrom aka. Nafosat, siz xavotir olmang. Men dadangiz bilan albatta gaplashaman. Dadam ko'narmikinlar? Jahllari chiqqan, oyimni urishib berdilar. Nimaga? Sen yaxshi oila deganding-ku, yaxshilab surishtirmaysanmi? Indamasa qizingni ko'chadan kelgan gadoyga ham qo'shqo'llab berib yuborasan deb rosa urishdilar. Nafosat, bu internetdagi bir anglashilmovchilik bo'lgan. Men siz bilan ko'rishganda albatta hammasini tushuntirib beraman. Bilmasam, Akrom aka, endi uchrashuvimizga ham ruxsat berishmaydi deb o'ylayman. Bilasiz, ota-onamga qarshi chiqa olmayman. Bunga tarbiyam yo'l qo'ymaydi. Akrom aka, mayli, men ketdim, uydagilar chaqiryapti. Keyin gaplashamiz. Nafosat. Nafosat. Mana bu sovg'alarni olib qo'ying. Nega? Axir bugun tavallud kuningiz. Tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan. Voy, rahmat. Buncha chiroyli. Rosa xursand qildingiz. Esingizdan chiqmabdi-da. Talabalik vaqtimiz ham birinchi bo'lib doim siz tabrikladingiz. Rahmat. Arzimaydi. Qanaqa esimdan chiqsin? Axir bitirganimizga ham 2 yildan oshib qoldi. Endi balki fursat bo'lgandir. Nimani? Oyim aytdilarki, agar qiz tomon rozi bo'lishsa, Xudo xohlasa shu kuz oxirlarida to'y qilamiz dedilar. Qizning uyi karvonsaroy deyishadi. Mayli, kelaverishsin. Endi uydagilar nima deyishsa shu bo'ladi-da. Bo'ldi, xo'p. Unda kelishdik. Nafosat, Xudo xohlasa men sizni baxtli qilaman. Men boray, Akrom aka. Yuring, bo'lmasa o'zim sizni kuzatib qo'yaman. O'zim shu sizlarga ozgina bo'lsa ham yordam bo'lsin, to'ydan oldin har holda ozgina pul bo'ladi deb shu ishni qilgandim-da. Internetdan hamma pul topayotganini bilib, lekin va'da berishgandi, yuzingni yopib chiqaramiz deyishgandi. Hoyjon, namuncha sodda bo'lmasangiz, ha? Nimaga bunaqa qildingiz? Nimaga bunaqa qildingiz? Sen yaxshi oila deganding-ku, yaxshilab surishtirmaysanmi? Indamasa qizingni ko'chadan kelgan gadoyga ham qo'shqo'llab berib yuborasan deb rosa urishdilar. Men qanday ona bo'ldim? Ona degani ham bolasini baxtsiz qilib qo'yishi mumkinmi? Ha, mumkin ekan. Mana men qildim-ku. Akromjonimning baxtiga zomin bo'ldim-ku. Meni nafsim yo'ldan urdi.
vaqtida o'zimni tiymadim. Ochko'zlik, noshukrlik qildim. O'g'limni topganiga qanoat qilmadim. Mani Xudoyim jazoladi qo'ydi. Gunohim o'zimga ursa ham mayli edi. Suyganim, bir qo'llab o'stirganim o'g'limga urdi-ya. Sevganini boshqasiga unashtirishibdi. Ostonalariga borib yotib oldim ham berishmadi. Yuragim kuyib ketyapti. Akramjonimning ko'ziga qanday qarayman? Men nima degan odam bo'ldim? O'g'lim, bilaman. Mendan juda ham xafasan. Aybim katta. Kechirmaslikka haqqing bor. Lekin ishon bolam, buni hammasini seni baxting uchun qilgandim. Shunday qilsam, kam ko'zsiz yashaymiz, to'yingni chiroyli o'tkazamiz deb o'ylagandim bolam. Oyijon, baxt boylikka, pulga sotib olinmaydi-ku, to'g'rimi? Meni kechir. Kechir o'g'lim. Bevalik, yoshlikdagi qiyinchiliklar, yolg'izlik, nochorlik meni mana shu ahvolga olib kelib qo'ydi. Kechir bolam. Seni baxtli qilaman deb baxtsiz qilib qo'ydim. Onangni kechir bolam. Kechir olsang kechir.